Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi roligimizda Xiva tumanidamiz. Sizlar G'o'q ko'ldan kirib keladi. G'o'q ko'lda Sabir Qanoat ko'chasida ekan. O'sha xonadonimiz sotuvga chiqdi. Hozir dokumenti noturar ekan. Xalasan shu noturar durishida olsangizlar bo'ladi. Ha, turarlar aytib beraveradilar. Sizlar shundan bo'lingan ekan joyimiz. O'sha darvozani sal barakından bo'lingan. Keyin bu yerga ikki oynani o'rtasi shu hozirni sizga deyishli bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, 650 kvadrat metr. Mesopolamiyasi ham yaxshi. Ko'chalar ham polni, beton asfaltlar qilingan. Mashina qo'yadigan mestasi bor. Zeleniy zonalari bor. Ko'rib turgansizlar, ko'cha vodoprotom chiqqan. Hurmatli vatandoshlar, Sabir Qanoat ko'chasi 19-xona. Hurmatli vatandoshlar, girganning doloni, katta dovon. Yana bir hurmatli vatandoshlar, bir 5 metrlar bo'lmasam 4,5 metrlarcha bor. Uzinasi 9-10 metrlar bor. Belki devor başka biriniki shundan buyani hurmatli vatandoshlar, shu xonalar, keyin yuqorida yana xonalari bor. Birinchi chetdan ko'rsatib boraveradi. Bu yerda rakovinalar qo'yilgan, ko'rib turasizlar, ham kafelar qilganlar. Suv svet muammosi yo'q, oyoqchilar berlar kafel qilingan. Bir ko'rishga mestalari xalasani olib turib yikib salsangizlar ham bu xalasani o'zini remont etib, chiroylatib yashasangizlar ham bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, 100% silikatdan solingan ekan. Birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham plita bilan bosilgan. Birimiz bir xonasi bir ham enini hurmatli vatandoshlar 4 dan ziyodroq 420 430 bor. Buning esa 6 metrlar chiqadi. Anatoliy fonda bir yerda pesh ham qurilgan ekan. Eshiklari yog'och eshiklardan. Bir de ikinci daraja chiqadigan lestensamiz. Bu tarafimizda yana bir hurmatli obunachilar, xalasangiz bu yerni xonacha, xolos bir ko'rish mestasi bo'ladi. Bu yerimiz esa yuvinish xonasi joylashgan bir tarafimizda hojatxona, yuvinish xonasi. Bir de katyoli, avgustini ega, ariston ham qo'yganlar, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimiz yuvishxona, hojatxonasi ikkisi bir yerda, oyoq tilar kafel, divorlar, patologlar plastik bo'lgan. Hurmatli vatandoshlar, bir remont qilsangizlar, ajoyib xonadon bo'lib turaveradi. Ishlar ham yog'och ishlar. Sizlar videoning lampishyovur, отопленияsi bor, piramida отопленияsidan. Svetlar bor, yeb turibdi. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda suv nasosi ham qo'yganlar. Oyoq tiylari bo'lgan, bog' ham katta tushgan. Ajoyib bir dehqonchilik ataman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, zo'r narsa ekan. Bog' ham dim katta. Birimizda yana bir ovqatlanadigan mestasi, lesnisam teyinda bir meyda juda qo'yish uchun mestalar bor. Bir ham katta tushgan. Bemalol uyg'oqlarni qo'yib, bir ham xolasangiz televizor qo'yib, dam olib o'tirsangiz bo'ladi sizlar. Yon tarafimiz oshxona qismi bo'ladi. Remont talab xonadonimiz ekansizlar. O'tida bir remont qilish kerak. Bir gaz plitalarini qo'yib, yana bir moykalarni qo'yib, ajoyib etib taxlab qo'ysangizlar bo'ladi. 650 kvadrat metr. Yanımız yine katta bog'ina ega. Hurmatli vatandoshlar, shu yerdan shu konditsioner turgan yerdan buyog'ini deyishli bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, yana shu oynani aralandan shu uzining to'racha deyishli bor. Har xil mevalar bor. Hurmatli vatandoshlar, chiroyli qilib uzumlar ham ekib qo'ydilar. Olma deysizmi, erik deysizmi, anjir deysizmi, shaftoli deysizmi, hammasidan bor. Chiroyli qilib gullar ham ekkanlar. Ajoyib xonadon, bir remont qilish kerak. Qarabsiz, hozir ilik turibdi ekan. Endi ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Bismillah deb chiqamiz. Azizlar, listensamiz yog'och listisa bo'lgan ekan. Divorlar Anatoliy fonda. Bu tarafda yana katta bir holi, ya'ni daloni bor. Bu tarafda yana spalnisi. Ham katta tushgan. Hurmatli vatandoshlar, yana 4 dan ziyod, buningni 480 470 lar bor. Aynalar plastiklangan, cho'ng registrlar ham qo'yilgan. Hech qanday muammosi yo'q. Bu yerni aynalar ham yog'ochdan yo'lgan ekan.
Bu tarafımız. Bu xonadonda deyishli emas. Yo'q, har tarafı boshqa bir ravniki ekan. Dokument отдельный. Dokument tayyor. Dokumentdan problemasi yo'q. Bu yerimizda 4,5 metrlar bor. Uzunasi 9 metrlarcha bor. 9-10 metrlar chiqadi. Jing Dolan sizlar. Yerda ikki xonasi bu 650 kvadrat metr. Xalasangiz olib turib yıkib xalasangiz shunday remont qilsangizlar ham bo'ladi. Bu yerimizda mina keng xonadon. Hurmatli vatandoshlar, shunday ajoyib keng narsani qilib bergan vatandoshlarimiz bo'lsa, Xivali vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan birisi. Katta xonadon qilib bergan vatandoshlarimiz uchun 650 kvadrat metr, narxi 600 million so'm. Kelishadigan yeri bor, dokumentdan muammosi yo'q. Dokument hozir naturaga xalasangiz turar ham etib beraveradilar. Qarang, shu natural durishida olsangizlar ham bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar, sizlar orientini aytib o'tgan bo'lsak, Xiva tumanida G'ovko'lda Sabir Qanoat ko'chasida 19-xona. 19-xonadon 2 qavatli 650 kvadrat metr bo'lgan hovli joyingizlar. Qiziqqan bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mulkiyasini o'zlari bilan uchrashtiramiz. Bemalol o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.